Uy sharoitida uzumni bahorgacha bakalashga usulida saqlashni ko'rsataman hozir sizlarga. Mana. Buning uchun bizga xuddi mana shunaqa yaxshigida qog'ozni teshigi kerak bo'ladi. Butun qog'oz bo'lsa mana shunaqa qilib qaychida teshib olsangiz ham bo'ladi. Keyin mana bunaqa yostiqchalar yasab olamiz qog'ozdan. Uzum har tarafga qimirlamasligi uchun uzumni mana shu yo'g'on tomonidan bir bo'g'in yo ikki bo'g'in kesib olamiz. Ikki tomonini tagidan kesib olsangiz ham bo'laveradi. Ehtiyot qilib qo'yamiz. Mana shu holatda uzumlarimizni yuzib olamiz. Ozgina suv quyib olamiz. Uyga borgandan keyin suvlarini to'ldiramiz. Keyin xonaga gradusnik qo'yamiz. Xona haroratini 4-5 gradusdan 12 gradusgacha oralig'ida ushlab turishimiz kerak. Kechasi xonani shamollatib, kunduzi yopib qo'yamiz. Derazalarni bekitib, qorong'i xonaga olib kirib qo'yamiz. To'liq ma'lumotni yana opsiyaga yo kommentariyaga yozib qo'yaman.